O'g'limni olib qochishdi. 30 yildan keyin qarshimga chiqib, seni o'g'ling Alijondan deyishdi. Nima? Sen ham taniydigan Jondan oilasi o'g'limni katta qilgan oila ekan. Do'g'u Ashraf o'g'li buni qayerdan bilarkan? Aslon Akbeyning o'limidan keyin surishtirib buni aniqlabdi. O'g'limni olib qochgan ham Aslon Akbey ekan. Nega? Chunki men uning ukasini o'ldirgan ekanman. Bilib yoki bilmagan holda. Bu narsa Alijondan sizni o'g'lingiz ekanligini qanday isbotlaydi? Boshqa ehtimoli yo'q. Nega endi bir davlat odami o'g'lingizni biz olib qochdik deb aytar ekan? O'z foydalari uchun. Men buni shunday qoldirmayman. O'g'limni topishga urinayotganimda sen uni mendan olgan hammani o'ldirasan. O'g'lingizni qayerdan topasiz? Topaman. Hujjatini o'zgartiribdi, yuzini o'zgartiribdi. Bularning bari yolg'on. Hammasi bo'lmagan gap. Sizga yolg'on aytishibdi. Men buning hisobini so'rayman.